Onur Bo'stonqi "Bir umrlik yo'ldoshim bo'l" degan kitobida haqida fikrlarimni aytmoqchiman. Ya'ni nimalar yozilgan, qanaqa tushunchalar yerda o'z aksini topyapti, nimalar deyilyapti asosiy tushunchalar. Demak, yerda umumiy oilaviy munosabatlar haqida so'z ketadi. Asosiy oila qurishda bir-biriga ishonib, mehr bilan ardoqlasa, sadoqatli hayotda shu samimiy bir-birini chin dildan hurmat qilib, muhabbatli bo'lsa, bir-birini aybini ham uncha ko'rmaydi deyilyapti. Ya'ni qachon kim bilan oila quraman, endi nima bo'larkan, taqdirimda shu yozilgan bo'lsa, tanlovim qanaqa ahamiyati bor degan narsaga javob sifatida izdiroriy taqdir, ixtiyoriy taqdir. Ya'ni izdiroriy taqdir bu majburiy, ixtiyoriy bo'lsa irodaga, insonga berilgan imkoniyatga bog'liq deb tushuntiriladi. Shu yaratgan irodasi vaqtdan tashqari azaliyatda deb hisoblanadi. Qadar yaratganni bilaman deyiladi. Futbol murabbiyini misoli keltiriladi. Unda nimalar deyilishi mumkin? Aytiladiki, futbol murabbiyi bitta yaxshi shug'ullanmagan bitta o'yinchini 25 minutdan keyin charchab qoladi. Chunki u tajribasidan biladiki, ilmi bilan u yaxshi trenirovkada shug'ullanmagan, uni shu ovqatlan vaqti yemagan, yugurmagan, boshqa narsa qilmagan. Keyin shu narsani qog'ozga yozib qo'yib, zamina qilib u o'yinchini tushiradiki, shu 25 minutdan keyin haqiqatda charchab qolib, o'yinni bilinib qoladi, almashtirishni so'raydi. Keyin o'yinchi treneri kelib turib, qog'ozga shu yozmaganingizda men charchab qolmagan bo'lardim deyish to'g'ri bo'ladimi deyilyapti. Ya'ni Alloh shuncha ilmi bilan biladi, lekin bandaning o'ziga ixtiyor bergan. Ya'ni hayotida 20-30 ta minglab ssenariy bo'lishi mumkin. Inson o'ziga tanlov qiladi hayotida. 20 ta aktyor masalan bitta yashash ssenariylari bo'lsa, namuna sifatida, o'rnak sifatida olingan, o'sha insonlardan bittasini o'ziga namuna qilib tanlab olsa, o'zining hayot ssenariysini o'shalar asosida, ya'ni Qur'onda keltirilgan qanaqa yashash tarzi, hayot tarziga qarab to'g'irlasa, mukofot olishi yoki agar amal yaxshi qilmasa, jazo olmoqchi mumkinligi eslatiladi. Tanlovni liftga o'xshatiladi. Ya'ni birinchi etajda sport zal, 30 etajli bino bo'lsa, ikkinchi etajda kafe, uchinchisida game klub, kompyuterxona, to'rtinchisida kutubxona, undan keyin diskoteka bo'lishi mumkin, boshqa. Lekin bizda o'sha irodamiz orqali liftga, xonasiga, kabinaga kirganda raqamni o'zimiz tanlaymiz. Qaysi xona qayerdaligini bilgan holda. Bu o'zimizda irodamizga berilgan imkoniyat sifatida qaraladi. Ixtiyoriy, ya'ni xohish istaklarimizga binoan shu tanlashimiz haqida gap ketadi. Bizning yo'limizdan chiqadiganlar do'stlar bo'lishi mumkin, yor bo'lishi mumkin, inom bo'lishi mumkin yoki imtihon bo'lishi ham mumkin deyilyapti. Ya'ni dasturxon ustida shu shukr bilan kelib turgan oilani ko'rmaydiganlar xotirjamlik va huzur halovat bormi deyilyapti. Ya'ni oila qurishda biz bilmaymizki, o'zimizga qaysilar yaxshi, ya'ni shu bizni ko'rayotgan narsa o'ta zvezda bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shu ayolni tanlasak, bizga imtihon sifatida kelib qolishi mumkin. Siz masalan oddiy hayot tarziga o'rgangan bo'lsangiz, dasturxon yonida o'tirganda u o'zini baxtli his qilmasligi mumkin. Bunaqa o'zini baxtli his qilmaydigan ayolga uylanib qo'yib, o'zingizda xotirjam va huzur halovatda yashay olasizmi degan ma'noda tushunchalar ham keltirilgan. Xo'p, chin yurakdan 20 yoshdagi kishiga istig'for aytmagan bo'lsa, 40 yoshda ham tarsakisini yeyishi mumkin. Keyinchalik yaxshilansa, tavba qilmagan bo'lsa, shu gunohi sabab kaltayishi mumkin deyilyapti. Taqdiriga gumon keltirish qayg'u va musibatga yetkazadi. Ya'ni sababini qilgandan keyin yaratganni bizni o'zimizdan ham yaxshi bilishini anglagan holda xayrlisini so'rab, taqdiriga rozi bo'lib, buni Alloh biladi, men o'sha qo'limdan kelganini qildim, men tanlovni qildim deb har doim shu Allohga yaqin bo'lishga harakat qilsa, o'zini yaxshi baxtli his qilishi mumkin deyiladi.
keyin turmush qurgan banda dinini yarmini saqlabdi degan iqtibos keltiriladi. Bayhaqiy rivoyati. Qolgan yarmi taqvo hisoblangan. Manba aytilyapti. Oiladagi kelishmovchiliklar doim achchiq qalampir bo'ladimi, shirin qalampir yo'qmi? Buyuk oiladagi ila voqeasi deb keltiriladi. Shu asal voqeasi. Asallik hidi kelmasa ham shu oilalarda hidi kelyapti deb, mug'ofir hidi kelyaptimi deb omonat gapi Umar ibn Xattob qizlari yetkazib qo'yadilar Abu Bakr Siddiq qiziga. O'shanda keyin asal yemaslikka qaror qiladilar. O'zlari keyin harom qilmang unaqa dunyoda, Alloh harom bermagan, halol degan narsa harom qilmang degan ma'noda. Ya'ni Allohdan belgi o'sha oyat keladi. Xo'p, dunyo ne'mati, dunyo ahliga oxirat saodati bizga bo'lishini o'ylamaysanmi? Ya'ni shu ayollarni shu fitnadan keyin, shu makrdan keyin uzoqlashganlarida Umar ibn Xattob borganlarida ijozat so'rab kirganda shu bir yerda bo'yrani sutayotgan bo'lar ekanlar. O'shani izini ko'rib, o'shani Kisrolar qanaqa saroyda yashaydi, sizni shu holatingizni ko'rib yig'layman deganda, dunyo ne'mati, dunyo parastlar ahliga oxirat saodati bizga bo'lishini xohlamaysanmi deydi. Keyin shu ayollarga aytadilar, shu boylik deganda payg'ambarimizni oilalari ham bahramand shu bo'lishni xohlashadi. O'shanda dunyo hayotini istasang, dunyoni beraman, keyin chiroyli kuzataman deydi. Keyin ularga aytadilarki, shu dunyo hayotini istasanglar bahramand qilib chiroyli kuzating. Agar oxirat istasanglar ulug' ajr bor deydi. Nima xohlasanglar olib beraman, keyin sekin kuzatib qo'ying deydi. Har kimni fe'li o'ziga xos, ammo bahslash odobiga rioya qilish muhim. Hammaning o'ziga yarasha fe'li bor, lekin bahslashganda me'yorni bilish kerak. Qanaqa chegarada gaplashish kerakligi haqida so'z boradi. Keyin biz yashayotgan dunyo o'tkinchi dunyo, hiylalari, imtihoni bor. Ya'ni yaxshilik ham, yomonlik ham bizga kelayotgan hayotimizga uchrayotgan narsalar imtihon bo'lishi mumkinligi haqida so'z boradi. Ayollar, farzandlar ko'ngil qo'yish uchun ziynatlangan o'tkinchi oxirat diyori ne'matlari bor yaxshi. Oxiratda yanada kattaroq ne'matlar bor. Dunyoda berilgan ne'matlar shu bozorda tatib ko'rlaring, kichkina ta'mini bilish uchun ne'matga ega degan ma'no bor. Ko'zimiz qayoqda bo'lsa, xayolimiz o'sha yerda chordana qurib oladi. Faqat muammo ko'radigan zehnlar yechim borligini unutib qo'yadi. Biz ko'proq qaragan narsamizda xayolimizdan band bo'ladi, ko'rayotgan videoyimiz, atrofimizdagi muhit, o'sha narsalar bizning psixologiya miyamizga singib ketadi va o'shanda xayolimiz band bo'lib, yaxshi ishlarga ulgurmasligimiz mumkin. Qarayotgan narsani filtratsiya qilish kerak.